writing tashqi introductionda kecha ko'rdik. Qaranglar. Essaylarda 4 ta paragraf bo'ladi dedik. Essayni bo'lsa introduction, ikkita main body bo'ladi va conclusion bo'ladi. Endi introduction acts as a map for the mikrofon yo'q. Xo'p, qaranglar. Introduction o'sha butun bir essaylaringga map bo'lib beradi degandik. Ya'ni introductionlaringga qarab sizlar nima yozgansizlar, nima yozmoqchisizlar, hammasini bilib olsa bo'ladi dedim o'tgan safar essayni bo'lsa. Ya'ni sizlar qaysi fikrga qo'shilgansizlar va main body yonida nima yozasizlar, main body 2 da nima yozasizlar, mana bu introduction orqali bilardik, to'g'rimi? Agar endi qaranglar. Bitta misol keltirilyapti. Qaranglar, installing cameras in private and governmental organizations has become common in recent years. Ya'ni kameralarni o'sha shaxsiy va hukumat tashkilotlariga qo'yish deyapti. Bu odatiy holat bo'lib qolyapti oxirgi yillarda. Is this a positive or negative development? Ya'ni bu pozitivmi yoki negativmi deyapti. Endi qaranglar. Understanding the question, qaranglar. Understanding the question degani savolni tushunib olish uchun biz o'tgan safar ko'rdik, general topicni bilib olishimiz kerak birinchi o'rinda. Ya'ni kameralar haqida, kamera o'rnatish haqida. Xo'p, specific topic bu hamma joyga kamera qo'yish, bu yaxshimi yomonmi? O'sha specific topic. Endi idea generation, ya'ni bu fikrlar o'ylab topish. Qaranglar. Coffee shop methodda o'tgan safar aytdim, ya'ni coffee shopda shunday borib, xuddi o'zlaring savol berasizlar va o'shanga javob. Endi based on readings and ideas, ya'ni o'zingizda o'qigan, shu paytgacha o'qigan readinglaringga qarab yoki o'zing fikrlaringga qarab fikr jamlaysizlar. Bunda ko'pincha o'sha fikr jamlash deyiladi. Endi qaranglar, writing process, writing jarayoni, demak, introduction yozilsa birinchi, keyin esa main body 1, main body 2 va conclusion yoziladi. Endi how to write an introduction paragraph. Xo'p, qanday qilib introduction yoziladi? Endi qaranglar, two main elements, ikkita asosiy element kerak deyapti. Paraphrasing nimaligini o'tgan safar tushuntirdim. Xo'p, endi qaranglar. Paraphrasing nimaligini o'tgan safar tushuntirdim. Ya'ni bitta fikrni boshqa so'zlar bilan ifodalab berish, paraphrasing. Endi I can run fast nima degani? Tez yugura olaman. My running speed is high. Yugurish tezligim baland. Ikkalasi teng, to'g'rimi? Masalan, bitta fikrni ikki xil aytish. Endi paraphrase, rubrik. Endi qaranglar. Bizda mana buni paraphrase qiladi va qaranglar, asosiy o'tgan safar introduction uchun nimalar kerak dedik, esingizmi? Birinchi o'rinda general statement dedik. Statement. Buni ham tashlab qo'yaman keyin. Qaranglar, ikkinchisi esa paraphrase. Paraphrase statement. Qaranglar, paraphrase the statement. Paraphrase the statement in the question. Savoldagi fikrni paraphrase qilish. Ya'ni mana buni paraphrase qilardik. Xo'p. Endi va oxirida tell the reader your plan. Ya'ni rejangiz haqida aytib bering. Endi qaranglar, bu optional dedik, uchinchisi optional. Ixtiyoriy. Endi qaranglar, paraphrases buni yana bitta nomi tezis. Tezis deyiladi. Qaranglar, tezis bu nima? Tezis mana bu paraphrase demak, qaranglar, paraphrase qilib, keyin mana bu savolga ham javob berib ketamiz-da. Mana bu tezis. Savolga javob berish tezisda. Bu qaranglar, mening fikrimcha bu yaxshi, pozitiv yoki mening fikrimcha negativ desanglar, bu tezis bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, tezis answer the question, ya'ni savolga javob berish. Tezis. Endi qaranglar, how to paraphrase the given rubric. Qanday qilib, qaranglar, endi paraphrase ko'rib chiqamiz, qanday qilib paraphrase qilsak bo'ladi. Rubrik mana bu savoldagi rubrikada mana bu narsa. Xo'p, endi qaranglar, using synonyms, ya'ni sinonimlardan foydalanib paraphrase qilsak bo'ladi. Masalan, school students should learn foreign languages, ya'ni maktab o'quvchilari chet tilini o'rganish kerak. Endi buni qanday qilib o'zgartirsak bo'ladi? Qaranglar, school students deb people deb yoki school learners deb o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, should-ni ought-ga teng, should-ni ought teng. Are better yoki had better degan narsalar bor. Endi learn the acquire yoki study deb o'zgartirsak bo'ladi va foreign language da new language, yangi til, another language, boshqa bir til yoki new tongue,
bu ham til degani mana shunaqa qilib o'zgartirib biz umumiy paraphrase qilsak bo'ladi. Ya'ni umumiy gapimiz shunda qaranglar, people's out to study another language. Ya'ni boshqa til o'rganish kerak. Aynan maktab o'quvchilari boshqa til degani, ya'ni foreign languagesga teng. Xo'p, endi qaranglar, antonimlardan foydalanib ham biz paraphrase qilsak bo'ladi. Qaranglar, qanday qilib? Masalan, I need to work hard to succeed, ya'ni men muvaffaqiyatga erishishim uchun qattiq ishlashim kerak deyapti. Endi qaranglar, men muvaffaqiyatsizlikka uchramasligim uchun qattiq ishlashim kerak demoqchi bo'lsa, qaranglar, I need to work hard not to fail. Tushunarli? Muvaffaqiyatsizlikka uchramasligim uchun qattiq ishlashim kerak. Bu ikkalasi bitta narsa. Tushunarli? Paraphrase mana. Demak, biz sinonimlar bilan paraphrase qilsak bo'ladi, antonimlar bilan paraphrase qilsak bo'ladi. Endi qaranglar, we need to work together protect environment, ya'ni biz atrof muhitni himoya qilish uchun birgalikda ishlashimiz kerak deyapti. Endi qaranglar, we need to work together reduce harm to the environment, ya'ni atrof muhitga zararni kamaytirish uchun birgalikda ishlashimiz kerak. Himoya qilish yoki zararni kamaytirish uchun. Tushunarli? Ikkalasi mana shunday qilib paraphrase bo'lyapti. Endi word formation degani bu so'z turkumi. So'z turkumini o'zgartirib qilishimiz mumkin. Masalan, nounni verbga, adjectivega yoki adverbga o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, inform bu qaysi shakli? Fe'llik shakli, verb. Informative bu sifat, informatively ravish shakli. Endi qaranglar. In this method you have to be careful with the sentence structure. Ya'ni bunda sizlar o'sha gap tartibi bo'yicha ehtiyot bo'lishingiz kerak. Subject plus verb plus object. Ya'ni ba'zan ega bo'lgan narsa objektga tushib qolishi mumkin-da, gap tartibi o'zgarib ketadi. Endi qaranglar. Masalan, the police informed me about the crime. Ya'ni politsiyachi menga xabar berdi jinoyat haqida. Endi qaranglar, mana bu yerda the police gave me information. Qaranglar, bu yerda mana bu yerda fe'l bo'lib kelyapti, biz boshqa fe'l beryapmiz-da, give an information ma'nosida, ya'ni ma'lumot bermoq ma'noda give me information deb beryapmiz. Tushunarli-ya? Endi bu yerda object bo'lib ketyapti. Ya'ni menga o'sha jinoyat haqida ma'lumot berdi. Ikkalasi ham bitta ma'noda. Endi the police gave me informative materials about the crime. Ya'ni jinoyat haqida ma'lumotli materiallar berdi-da, ma'lumotlarga to'la materiallar berdi. Xo'p, endi qaranglar, change the grammar. Ya'ni grammatikani o'zgartirib ham biz paraphrase qilishimiz mumkin. Masalan, clause, ya'ni bog'lovchilarni o'zgartirishimiz mumkin yoki active voice ni passive voice ga o'zgartirishimiz mumkin ekan. Xo'p, demak, active voice ni passive voice ga o'zgartirib. Xo'p, masalan, qaranglar, although I solved the question, I was unhappy. Ya'ni savolni savolga javob topsam ham men xursand bo'lmadim. Qaranglar, although bundan keyin gap kelish kerak. Qaranglar, despite dan keyin ing kelardi. Buni yaqinda o'tganmiz sizlar bilan. Bog'lovchilar mavzuda. Despite solving the question, ya'ni savolga javob bersam ham deyapti, I was unhappy. Men xafaman. Endi qaranglar, although the question was solved by me, ya'ni qaranglar, endi bu yerda majhul nisbatdan foydalanyapmiz. Xo'p, savolga javob berilgan bo'lsa ham men tomonidan men xursand emasman, xullas. Tushunarli-ya? Endi 5. Think outside the box. Ya'ni bu o'z qutidan tashqarida o'ylanglar degani, bu aynan fikrlarning bitta joyiga qamal qolmasin-da, u kengroq o'ylanglar degani. Ya'ni nima deyapti? Bu yerda istagan narsani o'zgartiringlar va ma'noni saqlab qolinglar. Xo'p, qaranglar, bu nima? Masalan, the number of science students is now declining. Ya'ni science fani o'quvchilar miqdori hozir nima qilyapti? Decline, kamayib ketyapti. Xo'p, endi qaranglar, buni science subjects are now losing their popularity. Ya'ni mana bu science fanlari deyapti, mashhurligini yo'qotyapti. Ya'ni o'quvchilar mana shunga kam topshiryaptimi? Ya'ni o'quvchilar kam, talabalar kamayaptimi bu fan bo'yicha? Demak, buni o'zini mashhurligini yo'qotyapti degan. Tushunarli? Qaranglar, bu yerda studentlar miqdori degan narsa yo'q yoki mana tushyapti degan narsa yo'q. Losing their popularity deb o'zgaryapti. Bu sal qiyinroq, lekin mana buni ham bu tarzda ham nima paraphrase qilsalaring bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, bu yerda mana buni
paraphrase qilib ko'ramiz. Qarang, installing cameras, ya'ni boya ko'rdik, kameralarni o'rnatish, xususiy va davlat tashkilotlariga kameralar o'rnatish deyapti. Odatiy holatga aylandi oxirgi yillarda. Bu pozitivmi, negativmi? Endi qaranglar, mana bu yerda birinchi umumiy gap berishimiz kerak. Mana bu kameralarni o'rnatish odatiy holat bo'lib boryapti. deb aytishimiz kerak. Qaranglar, over the last few years, the installation of CCTV has achieved prevalence which are used mainly by governmental and private companies. Endi qaranglar. Oxirgi yillarda degan, qaranglar, mana bu over the last few years, in recent years ga paraphrase qilinyapti. Sal boshqacharoq. Tushunarli? Oxirgi yillarda. Endi the installation, bu word formation nima dedik? So'z turkumini o'zgartirish orqali. Ya'ni bu installing bu yerda fe'l edi, biz installation otlik shaklini qo'yapmiz. Ya'ni CCTV degani qaranglar, kamera ma'nosida CCTV degani kuzatuv kameralarini mana shunaqa aytadi, CCTV deb beryapti. Xo'p, mana bu yerda beradi. Word formation. Hop, closed circuit television ekan, bu o'sha kuzatuv kameralarini CCTV deydi. Hop, demak, qaranglar. Prevalence ham bu odatiy, mana bu commandni o'zgartiryapti. Ya'ni bu sinonim qo'llanyapti, o'shaning uchun C yozilgan. Hop, endi which are used mainly, qaranglar, qaysiki foydalanilyapti? Bu grammar bo'yicha o'zgaryapti. Ya'ni qaranglar, has become common deyapti-ku, foydalanilyapti. Bu yerda mashhur nisbatga o'zgartirilgan. Hop. Demak, governmental, ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Governmental and private companies. Bu yerda organization da o'zi o'zgaryapti, sinonimga. Organization tashkilot, company kompaniya. Bu ham tashkilotda. Hop, endi qaranglar. Tushunmading? Mana bu o'zi anchagina yaxshi paraphrase. Endi thesis statement ko'ramiz, qaranglar. Savolga javob berish. Qanday javob beramiz? Qaranglar. While there are some advantage of this trend, ya'ni qaranglar, B2 darajada bersalaring bo'ladi. Bu umumiy javob bersalaring bo'ladi. Ya'ni mana bu savolga bu pozitivmi, negativmi? O'shanga qanaqa javob berasan, ba'zi yaxshi tomonlari bo'lishi bilan birga bo'lishiga qaramasdan, men ishonamanki, negativ tomonlarini hisobga olish kerak. Ya'ni, qaranglar, B2 darajada qanaqa? Umumiy aytib ketasizlar. Masalan, ba'zi mana bu yaxshimi, yomonmi desa, ba'zi yaxshi tomonlari bor bo'lishiga qaramasdan, men ishonamanki, yomon tomonlari bor. Ya'ni ko'proq. Bu paraphrase, bu javob berish. Ya'ni tezisni qanday yozasizlar? Ya'ni savolga javob qanday yozasizlar? Buni mana shuni ko'ryapmiz-da hozir. Tushunarli? Demak, B2 darajada qanday yozasizlar? Qaranglar, iloji boricha mana shuni yozinglar. Agar keyin C1 ni ko'ramiz, qaranglar. C1 da qanday yozasiz? C1 darajada esa ba'zi sabablari keltiriladi. Ya'ni mana shu sabablarga ko'ra yaxshi tomonlari bor bo'lishiga qaramasdan, shu sabablar tufayli men uning negativ ekaniga ishonaman. Qaranglar, masalan, specific reason, sabablar keltiriladi. Qaranglar, while this may benefit communities in terms of reducing the crime rate, ya'ni jinoyat darajasini qisqartirish jihatidan jamiyatga foyda keltirilishiga qaramasdan, mana bu oxiri ismi yoki hozir oxiri mana bu bo'ladi. Mana buni tez ko'payishi. Xo'p, bu otlik shakli bo'lishi kerak. Xo'p, shin proliferation. Bo'ldi, ajralib qolgan. Xo'p, demak, mana bu surveillance kamera, bu kuzatuv kameralarining ko'payishi deyapti, may seem to be invasion of our privacy. Ya'ni bizda shaxsiyligimizni buzilishi bo'ladi. Ya'ni bosib oladi, invasion degan bosib olmoq. Endi qaranglar. Nima jihatidan yomon? Bizda biz o'zimiz shaxsiy qolishni xohlaydik-ku, privacy degan mana shu narsa. Masalan, hamma ham kuzatib yurishni xohlamaymiz, to'g'rimi? Mana shu narsa buzilishiga jihatidan o'sha yomon deyapti-da. Xo'p, va mana bu C1 daraja bo'lishi mumkin. Qaranglar, chunki sabablar keltirilyapti. Mana shu jinoyat darajasi jihatidan jamiyatga foyda keltiradi, lekin bizda shaxsiyligimiz buziladi va bu jihatdan yomon. Tushunarli? Endi qaranglar. Useful expressions for the introduction. Qaranglar, mana buni tashlab qo'yaman keyin.
qaranglar. Bu introductionda ishlatilishi mumkin bo'lgan foydali so'z birikmalari. Qaranglar, general statement sentences. Ya'ni birinchi o'rinda qaranglar, boya general sentence berilishi kerak dedik-ku, to'g'rimi? Ya'ni mavzu bo'yicha, topik bo'yicha umumiy gap berilishi kerak. Ya'ni qaranglar, mana bu yerda kameralar o'rnatish odatiy bo'lib qolyapti deymizda. Ya'ni hozirgi kunda hamma kamera qo'yapti. Bu ba'zi yaxshi tomonlariga qaramasdan yomon deb o'ylayman. Ya'ni birinchi general statement, keyin esa thesis. Ya'ni savolga javob beriladi. Qaranglar. There is no doubt that, ya'ni shubha yo'qki, yoki it's clear that, shunisi aniqki, nowadays bugungi kunda, masalan qaranglar, there is no doubt that deymizda, ya'ni shubha yo'qki, kameralar ko'payib ketdi, yoki shunisi ko'rinib turibdiki, kameralar, hamma joyda kameralar bor. Masalan, boyagiga umumiy gap aytadigan bo'lsak-da, yoki xo'p, yana bitta o'tgan safar ham bitta ko'rdik-ku, essay savol, ayollar bilan erkaklarni nimadir edi. Qaranglar, mana shunda qaranglar, there is no doubt that deysizlarda, shubha yo'qki, masalan, hozirgi kunda ish almashtirish odat bo'lib qoldi. Masalan, mana bu bugungi kunda ko'p odamlar ishini tez-tez almashtiradi. These days deb ishlatsa bo'ladi. Present simple or continuous. Ya'ni people is changing their jobs continuously. Ya'ni are changing. Qaranglar, in recent years, oxirgi yillarda, over the last few years, oxirgi yillarda bu ham, oxirgi bir necha yillarda mana bu ishni almashtirish odat bo'lib qoldi. Masalan, ishni tez-tez almashtirish odat bo'lib qoldi deb aytsak bo'ladi. Masalan, it's important to consider, ya'ni hisobga olish muhimki deb aytamiz. Qaranglar, question word, how, whether, okay, why. Ya'ni qaranglar, bunga bitta gap tuzib ketaman. Qaranglar, it is so'roq gap emas. Question word ham bu bog'lovchi bo'lib ketadi. Hop, it's important that it's important to consider how often people change their jobs. Ya'ni shuni hisobga olish muhimki, odamlar qanchalik tez-tez o'zlarining kasbini almashtiryapti, masalan, o'zgartiryapti. Tushunarli? Mana shunaqa qilib yozsak bo'ladi. Endi hop, endi paraphrase the question. Ya'ni savolni paraphrase qilayotganda qaysilardan ishlatamiz? Qaranglar. While some people believe, ya'ni qaranglar, eng ko'p ishlatiladigan while. Ya'ni mana garchi degani o'sha mavzuni o'rniga ishlatsa bo'ladi. Shunaqa qilgan bir paytda deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Ya'ni while some people believe that, ya'ni ba'zi odamlar ishonadiki, bu yaxshi deb ishonishiga qaramasdan, others argue that, ya'ni boshqalar shunday deb hisoblaydiki, yoki buni ko'pincha I deb o'zgartiramiz. Tushunarli? Xo'p, qaranglar, mana buni I deb o'zgartiraylik, ya'ni yo'q, slashmi? Shart emas. Qaranglar, bu odatda mana shunday. Ba'zi odamlarning fikrini bu yoqqa yozasizlar. Birinchisiga men bunaqa deb hisoblayman deb, ikkinchisiga yozasizlar har doim. Chunki o'tgan safar aytdimki, o'zlarining fikrlarini ikkinchi paragrafda bo'lsin, ikkinchi main body'da bo'lsin deb aytdim, to'g'rimi? Chunki oxirgi yozilgan yaxshiroq esda qoladi. Introductionda ham birinchi boshqalarning fikri, boshqalar shunaqa deb ishonadi, men esa bunaqa deb hisoblayman deb, ikkinchisiga o'zlarining fikrlarini yozinglar. Sababi, chunki sizlar main body'ning ikkinchisida sizlar o'zlaringning fikrlarini yozasizlar. Men shunda introductionga qarayman. Qaranglar, while some people believe deb boshlandimi, demak, u main body onda ba'zi odamlarning fikrini yozadi. Mana bu davomini o'qiyman-da, I argue that, men ishonamanki deb boshlayapman, demak main body to'da u o'zining fikrini yozadi deb, mana bu map boya aytdim-ku, ya'ni xarita vazifasini bajaradi keyingi essay davomiga. Tushunarli? Endi there are many people who think, ya'ni bir ko'p odamlar bunaqa deb o'ylaydi, men esa bunaqa deb o'ylayman deb davomini yozsalaring bo'ladi. Endi while qaranglar, yana while there are many benefits to, ya'ni garchi shuncha foydalari bo'lsa ham nimadirga, there are also some drawbacks to consider. Ya'ni bir qancha yomon tomonlari bor, hisobga oladigan bir qancha yomon tomonlari bor deb aytyapti. Endi qaranglar, opinion and plan sentence. Ya'ni
fikr yoki rejalarni qanday qilib aytsa bo'ladi? I completely agree yoki I completely disagree with this statement. Ya'ni men bu fikrga to'liq qo'shilaman yoki to'liq qo'shilmayman. Completely ni ishlatsak bo'ladi, to'liq qo'shilganda yoki to'liq qo'shilmaganda. Mana buni ba'zi odamlar shunga ishonadiki, bu nimadir deb o'ylaydi. I completely disagree deb ishlatsanglar bo'ladi. Xuddi mana shu holatda. Tushunarli? Xo'p, endi I tend to agree. Qaranglar, bu salgina qo'shilaman deganlaringda. Qo'shilishga moyilman. Mana bu completely to'liq qo'shilaman, tend to to'liq emas, lekin qo'shilaman. Tushunarli? Endi former nima? Qaranglar, birinchisi latter, ikkinchisida. Ya'ni qaranglar, bunda birinchi ma'nolar berib o'rsa, ya'ni ba'zi odamlar bunaqa deb ishonadi, boshqalar esa bunaqa deb ishonadi. Men esa formerga ishonaman desa, men birinchi fikrga qo'shilaman desa, mana bu tasavvur qilinglar, mana bu yerda others turibdi. Others. Xo'p, qaranglar. Others turibdi. Mana bu birinchi fikr. Ba'zi odamlar qaranglar, erta ishni tez almashtirish kerak deb hisoblaydi. Boshqalar esa qaranglar, ishni bitta joyda ishlash kerak deb o'ylaydi. Demak, agar men ishni tez almashtirish kerak desam, I tend to agree with the former argument deyman. Ya'ni birinchi fikrga qo'shilaman. Men agar bitta ishda ishlash kerak degan fikrga qo'shilsam, latter argument deyman. Ikkinchi fikrga qo'shilaman degani. Tushunarli? Xo'p. Endi rejalar bu odatda yozilmaydi. Sizlar o'zlaringizga bog'liq, lekin men o'sha yozmaslikni maslahat beraman. Mana bu yozdirmayman ham ko'pincha. Xo'p, qaranglar. Bu essayda men muhokama qilaman ikkala argumentni yoki I will explore some of the problems of associated with, ya'ni ba'zi muammolarni muhokama qilaman deb aytayapti. Xo'p, endi qaranglar. Sizlar bilan yana bitta mana bunda paraphrase bor. Xo'p, paraphrasing. Xo'p. Mana buchi. Bu shart emas. Yo'q. Xo'p. Qaranglar. Boyagi paraphrase haqida